Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, hurmatli azizlar, yurtdoshlar. Bugungi tashxis loyihamiz navbatdagi soniga sizni taklif qilamiz va bugungi manzilimiz Medkonsultant klinikasi bo'lib, Umid Sabitovich boshchiliklaridagi jamoa xizmat qiladi va bu yerda Toshkent tibbiyot texnikumi talabalari ham o'z amaliyotlarini olib borishmoqda va bugun shulardan biri bilan tanishtiramiz va jarayon bilan sizni tanishtiramiz. Marhamat, ketdik. Hurmatli azizlar, hozir operatsiya jarayonini kuzatamiz birgalikda. Isa va o'g'il qizimizni operatsiya jarayonida olib borayotgan ishlari bilan tanishamiz. Marhamat. Aziz aka boshchiliklaridagi operatsiya jarayonini kuzatyapmiz. O'g'il Isa va qizimiz assistentlik qilyaptilar. Jarayonni birgalikda kuzatamiz. Demak, jarayonda Isa va o'g'il qizimizni suhbatga jalb qilamiz va operatsiya jarayonlarida o'zlari haqlarida va jarayon haqida biroz aytib o'tadilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ustoz, yaxshi keldinglarmi? Rahmat, va alaykum assalom. Bugungi operatsiyamiz, operatsiya jarayonini o'rganish harakatidamiz. Amaliyot juda yaxshi o'tyapti. Qo'ldan kelgancha yordam berishyapti vrachlarimiz, o'tiga hamshiralar hammaligi birgalikda men bilan juda ham yaxshi kollektiv bo'lib ishlayapmiz. Amaliyot menga juda ham ma'qul. Maza qilib ishlayapmiz, o'rganyapman. Qo'limdan kelgancha harakat qilyapman. Sizlarga katta rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Operatsiya jarayonlari sizga qanday qiyinchiliklar tug'diryapti? Boshda o'rganish uchun ozgina mashaqqat bo'ladi hamma joyda, lekin Xudoga shukr, yonimdagi opalarim yordami bilan juda ham yaxshi o'rganishga harakat qilamiz. Yaxshi. Shifokorlarimiz haqida, bu yerdagi malakali shifokorlar haqida nimalarni aytib o'ta olasiz? Bizning bosh glavvrachimiz Aminov Umid Sabitovich juda yaxshi inson, juda yaxshi vrach, juda ko'p yillik malakali, tajribali shifokor, xirurglar bizga mana shu klinikada amaliyot uchun ruxsat berdilar va amaliyot jarayonini o'tashimiz uchun imkoniyat yaratib berdilar. Ularga bolalar katta rahmat deyman. Kollektivimizdagi vrachlarimiz juda ham yaxshi, juda ham ahil, muomala jihatdan juda ham hurmat bizda birinchi o'rinda turadi. Qolgan tomonlama qo'ldan kelgancha yordam berishib, o'rganishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling. Eshitishimizcha, Medkonsultant klinikasida barcha turdagi amaliyotlar amalga oshirilar ekan, muolajalar, to'g'rimi? Operatsiyalar ham shu jumladan ekan, to'g'rimi? Siz hozir o'sha operatsion bloklarda amaliyotlarni o'tyapsiz. Aytingchi, Toshkent tibbiyot texnikumida o'qish jarayonidagi qiyinchiliklar bilan bu yerdagi qiyinchiliklarning farqi nimada? O'qishimiz bizga birinchidan imkoniyat berdi. Har qanday yoshdagi ayollar uchun o'z mutaxassisligiga ega bo'lish, kasbini davom ettirish, shu kasbda ishlash uchun imkoniyatlarni yaratib berdi. O'qishimizda o'qish jarayonlari juda ham yaxshi, ustozlarimiz juda ham bilimni bizga mukammal berishga harakat qilishadi, har tomonlama o'rgatishadi, o'qitishadi, amaliy ko'nikmalar bilan shug'ullantirishadi. O'qish juda ham kursdoshlarim juda maroqli. Bu yoqda ish jarayoni bilan o'qish jarayonini ketma-ketlikda olib ketish bizga har tomonlama qulay bo'lyapti. Bu bizga imkon. Chunki amaliyotimizda juda ko'p narsalarni o'rganamiz va uni o'qishda nazariy jihatdan yana ham mukammal darajada o'rganishga harakat qilamiz. Rahmat. Siz kabi yangi o'qishga keluvchilar yoki siz kabi o'zingiz bilan birgalikda o'qiyotgan, lekin hali amaliyotga e'tibor qaratmagan studentlarga nimalarni maslahat bergan bo'lardingiz? Iloji boricha o'zligini ustiligida ishlashsin, ko'proq o'qishsin. Ham nazariy, ham amaliy juda ham kerakli narsa, kerakli. Ayniqsa bu kasbda amaliy jarayonlarda o'rganish juda ham qiziqarli. Nazariy jihatdan o'rganganini mukammal darajada ko'rsatib berish uchun amaliyot juda ham kerakli deb hisoblayman. Lekin nazariy jihatdan o'qishda albatta mukammal o'qib, o'rganib, bilim olib bu yoqqa kelishsa, amaliyot shunda 100% natija beradi. Demak, amaliyotda vrachlarimizdan bor bilimini olishga harakat qilish, nazariy jihatdan texnikumda ham o'z ustozlarini bor bilimlarini olishga harakat qilish ma'qul deb o'ylaysiz? Albatta. Yangi keluvchilar nima deb o'ylaysiz? Mana shu Toshkent tibbiyot texnikumi yo'lga qo'ygan dual ta'lim, ya'ni amaliyot va nazariy bilimlarni birgalikda olish, ustoz shogird an'analarini yo'lga qo'yilganligi shu texnikumni tanlashni istaganlar uchun foydali deb bila olasizmi? Albatta, chunki bu kasbda meditsina sohasida
ayollardan birinchi o'rinda malaka, tajriba va iloji boricha imkoniyatli va sharoitli joylarda ishlash, o'rganish ma'qulroq deb o'ylayman. Kelajakdagi mana shu kasbda, meditsina sohasida ishlamoqchi bo'lgan ayollar, qizlar bizani o'qishimizga murojaat qilishsa, hech qachon adashmagan bo'lishadi. Sababi o'qish jarayoni bizda juda ham mukammal. O'qish ketma-ketligi hamda orada mana shunday amaliyot jarayonlari bilan ta'minlanishi bizga juda ham ma'qul. Ikki tomonlama bo'lgan bizga natijalar va ikki tomonlama bo'lgan imkoniyatlar bizga juda ham yaxshi natija beryapti. Rahmat. Men bu o'qishni tanlaganimdan juda ham xursandman, menga mamnunman va men bu o'qishda o'qiganimdan faxrlanaman. Rahmat. Demak, bu jarayondan mamnunsiz va texnikumdagi o'qiyotgan jarayonlardan ham mamnunsiz va mana shu sizga yaratilayotgan imkoniyatlarda sababchi bo'lgan ustozlaringiz va amaliyotda sababchi bo'layotgan ajoyib shifokorlaringizga va ayniqsa ota-onangizga agar tashakkur etmoqchi bo'lsangiz, bu sizning imkoniyatingiz, marhamat. Avvalambor ota-onamga juda katta rahmat aytaman. Ular rizo bo'lsin, menga o'qishimda imkoniyat yaratib berishdi, o'qish jarayonlarini, shu o'qishni tanlashimga avvalambor ruxsat berishdi. Bu o'qish menga juda ham o'zimga ma'qul kelgan. Qolaversa, o'qishda bizani amaliyot bilan yo'naltira bergan va shu narsani sharoit yaratib bergan direktorlarimizga, Zarif opaga, Zarnigor opaga, sizga ustoz alohida rahmat. Bundan tashqari, ushbu klinikalarda ruxsat asosida amaliyot jarayonlarini o'tayotgan qizlarimizga, shu bilan kursdoshlarimga hammaligiga omad tilayman. Albatta, klinikamiz rahbarlariga ham katta rahmat aytaman. Unga ruxsat berganlari uchun, kollektivimga, hamma shu yerda ishlayotgan, birga ishlayotgan kollektiv a'zolarimga hammaligiga rahmat aytaman. Rahmat. Sizga ham omad tilaymiz. Nazariy va amaliy bilimlarni mukammal egallab, mana shu yoningizda turgan ajoyib shifokorlar kabi tibbiyot xodimining ajoyib kasb egasi bo'lishingizda tilakdoshimiz. Omadingizni bersin. Shifokorlarimizga ham omad tilaymiz ishlarida va bemorlarimiz hech qachon kasal bo'lmasligini niyat qilamiz. Xayr, salomat bo'ling. Rahmat. Hurmatli azizlar, bugun Midkonsultant klinikasida jarayondamiz va navbatdagi suhbatdoshimiz klinika rahbari, asoschisi hamda bosh shifokori Ominov Umidjon Sabitovichni suhbatga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Umid aka, xursandmiz siz mana shunaqangi ajoyib klinikada aholi uchun xizmat qilayotganingizdan tashakkur bildiramiz va bugungi qabul uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat aka. Men ham tanishganimdan xursandman. Sizning ishingizga rivoj, siz haqingizda ko'p eshitganman. Rahmat. O'zimizdan hissamizga tegayotgandan men faqat xursandman. Kattakon rahmat. Umid aka, mana shu klinikani asos solingan vaqti qachon bo'lgan va shu jarayonda bugungacha qanaqa yutuqlarga erishdingiz, shu haqida qisqacha aytib o'tsangiz. Xo'p, klinikamiz o'tgan yili avgust oyida ochildi, o'z ish faoliyatini boshladi. Xudo xohlasa, klinikamizda yutuqlarga keladigan bo'lsa, asosiy rolda turadi, ya'ni xalqimizga xizmat qilish. Shu narsani inobatga olgan holatda juda ko'pchiligiga muammo bo'layotgan narsa bu ginekologik operatsiyalar. Juda ko'p joyda buni narxlari eng kami 8 milliondan 25-30 ming. Shu operatsiyani Xudo xohlasa klinikamizda oktyabrdan beri ta'minlaymiz bu narsani bepul ravishda operatsiya qilish. Bu orada yana ko'pchilikda yangi uylanganlarda ayniqsa yigitlarimizda varikotseliya degan kasallik bor. Buni ham salkam 2 oyga yaqin bepul tarzda operatsiyalarni o'tkazdik. Tushunarli. Hozirgi rejamiz Xudo xohlasa mana ro'za Ramazon oyida barcha turdagi sunnat operatsiyalari, ginekologik operatsiya aksiyasi, varikotseliya operatsiyasi, yosh bolalarda grija, radianka, kriptarxizm degan kasalliklar juda ham avj olgan. Bularning hammasini Xudo xohlasa aksiya tarifasida ro'za Ramazon oyida bepul tarzda amalga oshirishni rejalashtiramiz. Nasib qilsa, уже bunga birinchi qadamlarni ham qo'yishni boshladi. Bu ajoyib jarayon bilan sizni tabriklaymiz. Oila fondiga, yangi oilalar jarayoniga o'zingizni hissa qo'shingizni qo'shayotganingizdan biz xursandmiz. Ilohim sizni mana shu jarayonlarni amalga oshirayotganingiz uchun Allohim sizga ziyoda qilsin. Ishlaringiz rivojini bersin. Undan o'zingiz haqingizda ham qisqa gapirib o'tsangiz. Siz haqingizda juda ham ko'p gaplar eshitdik, juda ko'p yaxshi ma'lumotlar eshitdik. O'zingizdan eshitsak, yana ham maqsadga muvofiq bo'lardi.
Men oddiy oiladan, ishchilar oilasidan chiqqanman. Ota-onam deyarli bor narsadagi o'zini menga bag'ishlab ziyoli qilishdi. Allohga shukr, ikkalariga ham ziyoli. Men bilan sinamni ham o'qitishdi. Asta-sekinlik bilan ustozlar yordamida sekin bir kichkinagina xirurg bo'lib yetildi. Xudo xolasa shu narsani endi imkon darajasida o'zimizning xalqimizning foydasi, O'zbekiston foydasi uchun qo'ldan kelgancha bor mahoratimizni ishga solgan holatda sekin harakat qilib foydamiz tegadigan inson bo'lib ishlayapmiz. Rahmat. Mana shunaqangi ko'p yillik tajribaga ega bo'lib, yuqori darajadagi shifokor bo'lishingizga qaramasdan kamtarlik sizda bor ekan. Buning uchun juda ham xursandmiz. Shunaqa insonlar ko'paysin. Mana hozir aytib o'tdingiz, ustozlar demak yordamida ko'p narsaga erishdik dedingiz. Toshkent tibbiyot texnikumida ham hozir mana shu ustoz shogird an'anasi yo'lga qo'yilgan va bugun ham tashxis loyihasini navbatdagi suhbatimizda siz bilan suhbatdosh bo'lib turibmiz. Sizni klinikangizda bizni Toshkent tibbiyot texnikumi talabalari amaliyot o'tash imkoniyatlarini yaratib berdingiz. Buning uchun alohida sizga rahmat aytamiz. Rahmat sizga katta. Mana shu jarayonda Toshkent tibbiyot texnikumi talabalariga bo'lgan fikringiz qanaqa bo'ldi? Ularning jarayonda kirishib ketishi qanday bo'ldi? Va kelajakda Toshkent tibbiyot texnikumi bilan yana hamkorlikda ishlash sizga ijobiy natija berishiga ko'zingiz yetyaptimi? Savol uchun rahmat. Toshkent tibbiyot texnikumi talabalari bilan mana nechtasi bilan ishlagan bo'lsa, meni fikrim ijobiy, juda ham tirishqoq, mas'uliyatli, etilgan ishni o'ziga qo'yilgan mas'uliyatni полностью ado qilishyapti. Ya'ni bilmagan narsalarga o'zini so'rashyapti. Главныйsi, asosiysi intilish bor. Kelajakda Xudo xohlasa Toshkent tibbiyot texnikumi bilan yana bundan ham ko'proq talabalarni olib, bizada malaka oshirishga, amaliyot o'tashligiga qo'ldan kelgan qismimizni qo'shib berishga tayyormiz. Rahmat kattakon aka. Mana shu jarayonda sizlarga kuch-quvvat tilaymiz. Bizda ham qanaqangi xizmat bo'lsa, biz ham doim yoningizda turib tayyormiz xizmat qilishga. Yana bir narsani oxirida savolim, aka, bilamiz hamma klinikalarda ham, hamma demak muassasalarda ham rivojlanish, o'sish degan narsa bo'ladi. Ko'rib turibman, yon tomonda yangi qurilishlarga ko'zimiz tushdi. Inshaalloh mana shu qurilishlar adashmasam sizni boshchiligingizda bo'lyapti. Kelajakda niyatlar qanaqa va mana shu niyatlarga amalga oshishida biz avvaldan sizga tilak bildiramiz va shu haqida kelajakdagi rejalar haqida qisqacha gapirib o'tsangiz. Albatta har bir xususiy klinika singari iloji boricha shu xalqimizga kelib ketishga oson bo'lish uchun har bir viloyatda bittadan filial ochish niyatimiz bor, Xudo xolasa. Endi bu yog'i sekin imkoniyatdan kelib chiqadigan holatda amalga oshiriladi, Xudo xolasa. Qancha ko'p kengayib, qancha ko'p xalqimizga foydamiz, nafimiz tegadigan bo'lsa, bundan biz faqat xursandmiz. Yaxshi, xursandmiz. Kelajakdagi niyatlarga biz tilakdoshmiz. Yoningizda turib biz ham xizmat qilishga tayyormiz. Toshkent tibbiyot texnikumi har doim xizmatga tayyor. E'tibor uchun rahmat. Farzandlarni baxtini ko'rishga, o'ylagan niyatlarga erishib yurishga, mana shu shogirdlarni ardog'ida bo'lib yurishni sizga tilab qolamiz. E'tibor uchun rahmat. Bugungi suhbat uchun, taklif uchun va qabul qilganingiz uchun sizga katta minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat kattakon. Men ham tanishganimdan juda ham xursandman. Sizlarni ham ishingizga rivoj tilayman. Iloyim doim yuzingizda yorug' bo'lsin. Har bir texnikumdan chiqayotgan talabalaringizda har doim juda ham yuksak cho'qqilarga erishishingizga tilakdoshman. Rahmat. Salomat bo'ling. Yaqin kunlarda ko'rishish nasib qilishini tilakdoshimiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Kattakon aka. Mana bugungi navbatdagi tashxis loyihamizning soni yakuniga yetdi. Like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Bizni kuzatib boring. Navbatdagi tashxis loyihasida kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.